Dunyodan kelyapti. Hozir Amerikadan odamlar kollagen deydi, protein deydi, vitamin deydi. Mana oldingdan oqqan suvni o'zi qadri yo'q deyshadi. Shunaqa stolda 10 talik, 12 talik stol bo'ladi. Buni hamma biladi. O'shadan ahamiyat berib o'tirsam, magizini ham chiqarib qo'yishyapti, no'xatini ham chiqarib qo'yadi. Ayrim misol, agar o'zi magizni o'zi bir foydali, tabiiy mahsulot-ku. No'xatni o'zi ham tabiiy mahsulot. O'shani ham chiqarib qo'yadigan insonlar bor. Keyin o'sha yerda ahamiyat berib bir kun qizi bo'ldi, yonimda o'tiribdi ukamiz, mendan yoshroq, bir 50 chiqqan ukam. O'sha achichuv qo'yib qo'yishdi, pomidor, bodring, piyoz to'g'ralgan, hamma biladi buni. O'sha piyozini ham ajratib chiqarib qo'yayotgan insonlar bor-da. Piyozni o'zi ham, misol uchun ham kerakli inson uchun hazm bo'lish jarayonini yaxshilaydi. O'sha oshda ham, demak, o'sha qora qand bo'ladimi, no'xat bo'ladimi, magiz bo'ladimi? Bu narsalar hammasi o'sha oshda kerakli mahsulotlar. Kerakli mahsulotni bekorga solinmagan. Buni o'sha o'ylab solingan. Bu narsalar bekorga solinmagan, yana bir bor aytaman. Hammasi tabiiy vitamin, tabiiy glyukoza misol uchun. Hamma tomonlar.